Andijonda marojna sotib bir sezonda nech pul ishlash mumkin? Sizga ham qiziqmi? Ketdik hisoblab chiqamiz. Har bir ishni past balandi bor degalaridek birinchi rasxodlarni hisoblab chiqamiz. Buning uchun bizga kerak odam, gavjum va serqatnov bo'lgan lokatsiya. Chunki savdo shunga qarab yaxshi bo'ladi. Taxminan joyga qarab 200-300 dollar ajratamiz. Stol, stul, elektr va boshqa chiqimlarga yana 300 dollar. Eng asosiysi bizga kerak marojna apparat. Buni qayerdan olsam ekan deb o'ylansangiz, bunga ham yechim bor. O'zimizning Andijon shahridagi Frigamatic sizga yaqindan yordam beradi. Bu yerda frezerlarning narxi 1000 dollardan 5000 dollargacha, hattoki jumbo apparatini ham Markaziy Osiyoda faqatgina Frigamatic do'konlaridan topasiz. Marojna biznesga kelsak, biz 2500 dollarlik apparatni tanladik. Marojna sotadigan tanishlardan so'rab surishtirdik. Gavjum joyda kuniga taxminan 100 kilogramm marojna sotsa bo'lar ekan. Marojnani smesini 20 ming so'mdan olib, 55 ming so'mdan sotishar ekan. Demak, 35 ming so'm foyda. Bundan 20 ming so'm olib qolib, qolgan foydani rasxodga chiqaramiz. Bizda shunda kunlik sof foyda 2 million so'm. Oyga esa 60 million bo'ladi. Biznes uncha o'xshamagan taqdirda ham buni yarmini hisoblab, oylik daromadni 30 million deymiz. Endi marojna sezonini 5 oy hisoblab, buni 5 ga ko'paytiramiz. Summani o'zingiz hisoblang. Agarda bu biznes sizni qiziqtirsa, quyidagi nomerlar bilan bog'laning. Sizga yaqindan yordam berishadi. Frigamaticda shuningdek, oziq-ovqat sohasida kerak bo'ladigan barcha uskunalarni, hattoki kerakli texnik qismlarni ham topasiz.